bo'ldi. Inson degan so'z unutuvchi degan o'zi. Arablarni qaysi holatda ekanligini bilishimiz uchun Umar ibn Hattob roziyallohu anhu hayotiga bir murojaat qilamiz. Umar ibn Hattob roziyallohu anhu xalifa bo'lib turar ekan, majlislarda o'tirib, odamlar bilan o'tirganida besabab to'satdan shart yig'lab olar ekan. Ba'zida o'tirib besabab shart kulib olar ekan. Ey Amiral Mo'minin, nimaga to'satdan yig'lab, to'satdan kulib orasiz besabab deganida u kishi aytadiki, Johiliyat davrida qiz farzandlarini yomon ko'rardik. Eshitib turaylik, arablar qaysi darajada bo'lgan? Pastligi, tubanligi, razilligi, savodsizligi qaysi darajada bo'lgan? Qiz farzandlarini yomon ko'rardik. Ya'ni qiz farzand jang maydonida qilich ko'tara olmaydi, qabilasini, kuchini, quvvatini ziyoda qila olmaydi, birovni xizmatini qiladi, nomus deb biladi qiz farzand ular. Shuni asoratlariga o'xshagan narsa hozir ham yo'q emas oralarimizda. Qiz farzandi bo'lsa, g'am qilib siqiladiganlar. O'tirar ekanman johiliyatda deydi. Ayolim qiz tuqqanligini xabarini berishdi. Men sabr qildim deydi. Sabr qildim 6 yoshga kirguncha. 6 yoshga kirganida qizimni qo'lidan yetalab olib bordim sahroga. Chuqur kavladim, qizimni shu chuqurga tashlab, ustiga qumni, tuproqni tortayotganimda ko'tarilgan chang soqolimga tegsa, qizcham chuqurda turib soqollarimni qoqib turardi deydi. Mana shunday holatda qizimni ko'mib kelganman deydi. Hech qaysi hozirgi kundagi jaholat, hech qanaqa bir ahmoqlik bularda jaholatga yetmaydi. Chunki o'zini qizini olib borib tirikdan ko'mib kelyapti. Ana shu kichkinagina barmoqchalari qimirlamay qolguncha turpoq tortdim ustiga deydi. Shuni o'ylab deydi, yig'layman deydi. Shunchalik johilligimiz o'ylab turib yig'layman deydi. Tasavvur qilib ko'ring-da, 6 ga kirgan qizingizni olib chiqib ko'mishingizni. O'lganim yaxshi deysizda, chunki sizni aqlingizga sig'maydi, chunki islom sizdan shunday tarbiyaladiki, bu sig'dira olmaymiz aqlimizga bu narsa. Endi kulishimiz sababi deydi, makkaliklar Makkadan tashqariga chiqib ketadigan bo'lsa, Makkani toshlardan olib, o'zlaridan olib ketar edi-da, yo'lda shu toshga qarab sig'inishardi. Makkani toshi. Bir marta safarga chiqib ketar ekanman deydi, tosh ololmabman deydi. Ibodat qilish kerak bo'ldi. Nimaga ibodat qilaman? Qarasam, Makkadan o'zimni olib chiqqan xurmo bor ekan deydi. Xurmoni oldim, birini ikkisiga yopishtirib, bir timsol haykalni yasadimda ibodat qilib oldim deydi. Ibodat qilib oldim, qonim ochib ketdi deydi. Yegani boshqa narsam yo'q, hali ilohim yeb qo'ydim deydi. Buni o'ylab deydi, shunchalik johilligimiz o'ylab kulgim keladi deydi. Bu kim aytayapti bu gapni? Umar ibn Hattob roziyallohu anhu aytayapti. Islom mana shunday bir johil qavmni